Do'stlar, salom hammaga. Sizlar bilan yana men sizlarga bu video darsda qanday qilib kodsiz Telegram bot yaratishni o'rgatmoqchiman. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Uning uchun birinchi o'rinda Telegramga kirib olamiz va menu builder bot deb yozamiz qidiruvga. Menu builder bot deb yozganimizdan keyin menu builder. Men bergan u botni menu builder deb yozamiz. Mana chiqdi menu builder bot 20 mingta a'zosi bor. Start buyrug'ini beramiz. Botlarni boshqarish. Agar sizda inglizcha bo'lsa, lang o'z desangiz yoki mana bu yerda o'zi bor, o'zbekchaga lang o'z komandasini kiriting. Lang o'z buyrug'ini beramiz va o'zbek tilida bo'ldi. Endi botlar ro'yxatidan qaraymiz. Agar botingiz bo'lsa, o'chirtaylik. Menga bor edi, buni olib botlaganman. Bu yerda menu bot qo'sh tugmasini bosamiz va bot vaziriga kiring. Bot tokenni jo'nating deyapti. Bot vaziriga kiramiz. Start. Bu yerdan new bot buyrug'ini beramiz. Botga nom beramiz. Mening birinchi botim deymiz. Unga nom beramiz. Username nomi my first bot deymiz. Bunaqa username'lar odatda band bo'ladi. Mana bunday username band deyapti. My first kamida ikkita raqam yonma-yon bo'lishi kerak emas. Masalan 14, 12 ham bo'lmay qolishi mumkin. Shu 14 ni ko'ramizda. Oxirida har doim bot qo'shimchasi bo'lishi shart. Mana joyga aytgan. Oxirida har doim bot bo'lsin. Mana bunaqa kiritish shart emas. Username o'zi avtomatik qo'yiladi. Mana shuni. Bu ham band deyapti. Nima deymiz endi? My first. Hatto shu username ham band ekan. 1 2 bot deymiz. Bo'ldi, bu bandvas ekan. Mana bizga token bitdi. Mana bu joyi token deyiladi. Bitta bosib nusxalab olamiz. Nusxalab olgandan keyin botga jo'natamiz tokenni. Mana hozir botimizni ko'rsak, o'zi mana bunday narsalar chiqmaychiydi, oddiy bo'lib turaychiydi. Endi paydo bo'ldi. Lang o'z qilamiz. O'zbek tiliga o'girildi. Bo'ldi. Endi bu botdan chiqib ketaveramiz. O'chirtaylarsa ham bo'ladi, tozalab. Mening birinchi botim. Bot tayyor bo'ldi. Endi botda bir odam ko'rinishiga keltirib olamiz. Birinchi o'rinda tarix tozalab taylayapman. Men bu qismlarini o'zidan to'g'rilab olamiz. Mana description qismiga bu bot ta'lim maqsadida yaratildi deymizda. Qo'yamiz. Save deb bossak mana shu description taqiqlandi. Endi manage botga yana bosib rasmini ham shidda o'ziga qo'ysak bo'ladi. Bosamiz. Rasm tanlaymiz. Mana picturesga o'chirtaymiz. Bu yerda ham o'chirib tashlab endi qayta kiramizda. Mana shu rasmni qo'ydim men botimga. Save deb bossam 1-2 sekund bot yuklanishi uchun vaqt ketadi rasmda. Mana rasm joylandi botga. Mening birinchi botim. Botda endi hozircha mana shu yergacha bo'lgan qismi to'ldirildi. Mana bu yerda hamma joy to'ldirildi. Botda change bot settings. Endi botda mani tokenimni olib istagan odam har xil istagan kodga qo'yib, mani botimni o'zgartirishi mumkin. Shunday vaziyatlarga nima qilamiz deyishlari mumkin. Biz API tokenga bosamiz. Revoke current tokenni bossak, token o'zgaradi mana. Yangi token bitdi. Yana bosib shuni qilsak, token o'zgaradi. Token nusxalab olamiz. Endi botga kirib start buyrug'ini beradigan bo'lsak, bizga boyangi narsa yo'qolib qoldi. Chunki bizning menu builder botdan bergan tokenimiz o'zgardi. U token yo'q endi. Shu sababli ham ishlamayapti. Nima qilamiz? Tokenni o'zgartirish qilamizda, eski tokenimizni tayyorlaymiz. Bot yana ishga tushdi. Qayta start bossak, mana muvaffaqiyatli yaratildi. Mana bot yana ishga tushdi. Shuni ham esda tutib qolinglar. Endi yana o'zbek tiliga o'girib oldim. Xo'sh, to'xtab turamiz. Bo'ldi. Botda endi nastroykalar sozlamalarini to'g'rilab olamiz. Bu yer hozircha tayyor. Endi mana bu qismiga, mana bu joyiga matn joylashtiramiz. Mana masalan, men botga xush kelibsiz. Mana shunday deb matn bor, kirgan vaqtingiz mana. Botga kirdingiz mana shunday matn bor. Biz ham mana shunday uchun matn chiqarishni o'rganamiz. Uning uchun /mybots deymiz. Mybots. Mani botlarim bu. Qaysi bot meniki? Hozir qaysi nima qildik? Botimni username nima edi? Bu yerda yo'q.
qayta start berib bot qiladigan bo'lsak, mana chiqdi my first bot. Endi botda o'zgartirish uchun edit bot qilamiz. Name bor. Agar yana o'zgartirmoqchi bo'lsak, edit name qilib nima deymiz? Masalan, qanday bot? Kino bot deymizda. Jo'natadigan bo'lsak, mana kino botga o'zgardi. Tak, endi biza botda name'ini o'zgartirdik. Mana description qilinmagan deyapti. Bot bu mana boyangi joy. Description yozamiz. Description boyangi joy. Markazda nima deymiz? Bu bot kino sizga bu bot sizga kino yuboradi deymizda, jo'natamiz. Mana chiqdi tekst. Bu yerga istaganimizcha tekst qo'yishimiz mumkin. Va men buni sizlarga ko'rsatib beraman. Endi description picture degan. Mana shu joyga rasmni ustiga, matnni ustiga rasm bilan joylab beradi. Alhamdulillah. Bo'ldi. Endi rasm ham xohlasanglar qo'yinglar, xohlasanglar qo'yishlaring shart emas. Buni qo'yish uchun ham nechigadir necha foto kerak bo'ladi, razmer. Mana shuni jo'natsak, masalan. Qo'yildimi hozir? Ha, bu mana bu joyda ekan. Adashim. Ediki ham bor edi adashim. Xullas, shunday. Endi bot pic description picture nima yo'q deyapti, hozir qo'ydim-ku. Xo'sh, edit bot pic. Photo for bot. New profile photo. Endi buni jo'natib ko'raylikchi. Bu o'zgarar ekan. Edit about komandalar qo'yamiz endi bu yerda. Biz hozir yagona ishlatib oladigan komandamiz bu start komandasi. Bu har qanday botga ham ishlaydi. Masalan, hozir bundoq qilib start desak, start bo'ladi. Lekin salom desak komandaga ishlamaydi. Unday komandalarga hali biz ishlatish ko'rsatmaganmiz. Shuning uchun ham biz hozir yagona ishlatayotgan komandamiz start. Agar yangi komandalar qilmoqchi bo'lsak, uchun biz adashmasam premium versiyasini sotib olishimiz kerak. Menu builder botda. Start deymizda botni qayta ishga tushirish deymiz. Slash qilayotgan bo'lsak, start botni qayta ishga tushirish deb chiqibdi. Ishlamoqda. Endi masalan yana bitta emas, ikkita komanda qilmoqchi bo'lsak, start demaylik, mayli. Xo'sh, buyruq 1. Mamnuqjon qo'ymasak bu tushunmaydi. Buyruq 1 deymizda bitta joy qoldirib, mana yerga xullas bitta test uchun deymiz. Buni qilganimizdan keyin mana yerga shunday qilayotgan bo'lsak, start buyrug'imiz yo'qolib ketdi. Buyruq 1 ishlamaydi. Bunaqa buyruq yo'q. Back to list qilamiz. Adashdim. Edit commands. Bu yerga start botni qayta ishga tushirish ishlamaydigan buyruq deymiz. Bu buyruq hozirda nofaol deb qo'yamiz. Agar ikkita komanda qilmoqchi bo'lsak, mana shu ko'rinishda qilamiz. Endi slash bosayotgan bo'lsak, oldin start beramizda, keyin qayta slash bossak, nimaga nima deyapti? Tagmata bo'lish kerak ekan. Copy text qilib mana joyga joy qoldirib beramiz. Endi jo'natsak, mana ishlamaydigan buyruq va start. Bu buyruq ishlamaydi. Start qilayotgan bo'lsak, start ishlaydi. Bo'ldi. Xo'sh, endi botni shu yergacha bo'lgan joyini ishlatishni ko'rib o'tdik. Endi botga tozalab qo'yaylik. Qo'yib ketdi bu narsa. Botga kirib start my bot my first bot token. Endi bot settingsga bosib, botni mana bu qismiga ilova joylashtirish ko'rib o'tamiz. Xuddi bir zamonlar hamster bilan notcoin chiqqan kabi o'shandoq uchun mini app qilishni ko'ramiz. O'yin uchun enable mini appni bosib, bu yerga linkni jo'natamiz. Masalan, xohlagan linkingizni olsak bo'ladi. Men bu yerdan YouTube'da linkini olaman. YouTube linkini olib jo'natadigan bo'lsam, open app bossam, paydo bo'ldi. Hozir app degan nima? Hozir yo'q edi. YouTube'ga olib o'tar. O'sha vaqtlar siz o'ynagan o'sha mashhur hamster o'yini ham sayt bo'lgan, ya'ni hech qanday ilova yoki bot o'yin emas. Mana shu kabi sayt bo'lgan va saytda ular linkini joylashtirib qo'ygan prostote bizga. Biz mana shu o'yinni botda ichiga o'ynaganmiz, saytdagi o'yinni. Bu haqida ham o'rgataman, agar vaqtim bo'lsa yo
boshqa darsliklar chiqarib qolmasam o'rgatishim mumkin shu haqiga ham. Uning uchun biza front-end, ya'ni dasturlash kursini o'rganishimiz kerak. Mayli. Xo'sh, bu ilova open app qo'yishni ham o'rgandik. Endi biza back to settings qilamiz va menu button yasaymiz. Ya'ni menu tugmasi. Menu tugma mana bu yerda menu degan joyga ham ilova qo'yishimiz mumkin biza. Xuddi mana shu open appga ilova so'zini yozib qo'yib yoki test so'zini yozib qo'yib, bosgan vaqtimiz unga ham ilovaga olib kiradigan qilishimiz mumkin. Mayli, u uncha shart emas. Agar shungacha bo'lgan videoni tushungan bo'lsanglar, yaxshi bo'lardi. Hammaga xayr. Darsimiz tugadi.